Bormanda. Oh, ana. Ey, dekma, mani bombing sizlarga, ey. Yaxshi gap yo'q. Hey. 63. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa bugun chatda, live'da bombingni bitta chekini ushlaymiz sizlarni. Agar ishlab bersangiz, ona bitta like, bitta podpiska sizlardan. Bombing. Ikkichanda. Bombing bu otish bo'lmaydi, bizga yarashmaydi buni. Normalni otib berish kerak bizga. Qani zararsiz yo'q aytadi. Qadam degan shunga ham. Bombing normalni otib berish kerak, bo'lmasa bundan kechamiz. Plyusga tiqtala ekan shunday. Hozir bitta katta spike bor. Oh, Ana. Bu ham kichkina, bu ham kichkina bizga. yoqish kerakmi, ushlab turish kerakmi ekan? Ushlab turish kerak. Yo'qsa, ashuna sirkasi bormi? Bormanda. Oh, ana. Ey, dekma, mani bombing sizlarga, ey. Yaxshi gap yo'q. Hey. 63. Nima dedim men, ey? Nima dedim? Men aytdim-ku mana, terish kerak edi mana. Nima dedim, ey. Endi 900 ni qadr qilaylik. Ranoxon opa fikringizga qarshi chiqib qo'ydik uzr lekin. Bombing nima bo'lyapti, ey? Kim Qoridim. Kim ushadi? Abi ikkitash ham kutish kerak. Zonaga necha zonaga? Uzoq ikkitash ham kutish kerak, ey. Kim yopdi? Men. Sardor og'a. Ha,